أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الولي في النكاح واستئذان المرأة. Men bu velininki nikada veli buluşniki babi ve ayal kişinin izni soraşniki babi dedimdi. Bizim de kitabın nikah degan kitap kelgan tuq mana Mishkatul Masabi degan hadis kitobni o'qib, meni oldingi darsimizda nikah degan nima, qandoq bo'lsa nikah bo'lgan bo'ldi, uniki manfaati qandoq deganlikni ustida yuqorida bu yerda deb o'tilgandi. Endi ondan keyin yana Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'ninki hadisga asosan bir adam to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu ayol kishi ya qiz bolaga qarshi bo'lamdi, bo'lmamdi. Buning ustidagi Peygamber sallallohu nima deb hadisi bor. Buning ustida to'xtaldik. Endi kishi o'zi mustaqil balog'at yetgandan keyin o'zi mustaqil bir ishni qila oladi. Qon bo'lgandan keyin bunga bir veli ketmaydi. Endi ayol kishi yoki qiz bolaniki o'zi meni bu to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, meni to'y qilish jarayonida asli bu qiz yoki ayolga bunga bir egdochilik qilgan bir odam bo'lishi kerak. Bu egdochilik qilishda chunki bo'lib bu qiz bola, ya'ni to'y qilmagan qiz bolaniki o'zi bunga shu qiz bolaniki ishni qilib beradigan, to'y ishlarini maslahat qilib, ishni qilmoqni deb beradigan, mana bu o'g'il bola taraf bilan ko'rishadigan bunda bir ishqa bu yilqi kishi, ya'ni bir veli bo'lgan, shu ishlarga ega bo'ladigan bir odam bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki qiz bola degan bu hayajon bo'lgandan, ya'ni uyatqisi keladigan, xijil bo'ladigan, bunda bir tabiat olgandan keyin uçanın o'zida bu men o'zim qilaman deb xalq bilan bunda bir jussa obdan bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerga nima qilgan islom dinimiz, shundoq to'y qilmagan bir qiz bola agar shundoq bir to'y qilmoqchi bo'lsa, uniki to'y ishlariga egdochilik qiladigan men shundoq bir odamchi bo'lish kerak. Mana buni nima deydi islom dinimizda? Vali deydi. Ya'ni vali degan mutavalli degan gap. Ya'ni vali degan vala yali. Veliye yelidin çıkıdı, yani veli vilayetten ve veliyun, yani sık muşabbe. Veliye yeli degan gap yakın boldu, ilgi çıktı, onu başkurdu, idare kıldı degan ma'noda çok keladi. Endi mutavalli degan ilgi o'g'chi. Yani mutavalla yetavalla degan, yani bir adam o adamninki ishiga ilgi o'g'anliginiki o'zini nima deydi? Mutavalli. Yani ilgi bo'lgan adam degan gap. Ana ondan keyin shu ayol kishiniki o'ziga nikoh qilma degan vaqtning o'zida uningga ega bo'ladigan, ya'ni vali degan gap shu. Vali degan shu to'y ishlariga, ya'ni u qiz bolaning o'ziga emas, yo ayolning o'ziga emas, shu qiz bolaninki yoki ayollarninki mana ishlariga egdochilik qilib. Chunki ayol kishilar degan qiz bola degan bo'libmi, nima hissiyatchan, oqibatini o'ylamaydigan, shundoq ya'ni infial shakldagi tajribasiz jamiyatdan aralashmay to'lan işte kan bo'lgandan keyin bu e'tibori bilan bu oilasiga agar to'y qilib qolsa, o'ziga yoki oilasiga nomus, mushta bir ishlarniki bo'lib qolish ehtimoli ko'p bor. Buni qarta islom dinimiz mana bu qiz bolaniki bo'libmi ishlariga egdochilik qildigan. Mushundoq nima qilgan bakatdi, buni nima deymiz? Uni vali deymiz endi. Endi valiniki o'zi bu aslida bu yilqi veli bo'lgan vaqtning o'zida bu ikki xil bo'ldi. Birsi mustahab, yana birsi yoki nima u majbur. Ya'ni veli bo'lmiz qat'iy bo'lmaydigan, egdoch kishini o'zi qilib qo'ymiz qat'iy bo'lmaydigan bir xil viloyat bor. Endi bu viloyati istihbob degan, ya'ni mustahab bo'lsa nihoyat yaxshi deganimiz, ya'ni bir ayolniki o'zi tegib chiqqan bir ayol ekan. Yoki bo'lmaydi u qiz bolaniki o'zi balog'at yetgan. Meni mushunda bir qiz bola bo'lsa,
Bunuğa bu velisi olan bolsa, şu velisi şu nikah işlerine, işlerin hemmesiga to'yliq elish, qo'yish, qochalik qilish degandek, men mush ishga ig'dochilik qilib bir shu qiz bola yoki ayollarga nisbatan men mundaq qilishniki o'zi bu nima bo'ladi, uni viloyat istihbob bo'ladi. Endi yana bir viloyati ijbor deydigan bir viloyat bor. Ya'ni majbur u veli bo'lgan odamniki o'zi jazman ega bo'lmasa bo'lmaydi. U qavm mesela baloga yetmagan qiz bolaniki o'zini masalan to'y qilib qo'yibdi, nikohlab qo'yibdi. Endi balogat yetmagan qiz bolaniki o'zini nikohlab qo'yishniki o'zi bu burunqi odatlarniki o'zida bor bir nima u odat. Endi bu odatniki o'zida ya o'g'il bola kishini deb bir qo'ldan boshqa ketib qolmasin qizim deb shundoq qilgan bir odat bir sababni shu ko'zda tutadi. Yo'q bo'lmaydi. Bu qiz bolaniki o'zi menda kichik bo'lsa shundoq men bir parvish qilib, bir tarbiyalab boshqa qilay deb mundaq bir g'amxo'rlik hisobidan mundaq qilgan bir ish. Endi bu yangi zamonlarniki o'zida u ish yo'q. Endi bu yer nikoh qildi deganlikniki o'zidan u yerki nikoh bo'lgandiki bu halol deb bir yetib bunda ish qildi deganligi emas. U hargiz undaqchi bo'lmaydi endi. Yani ma'lum jihatda balog'at yetgandan keyin andan keyin bir yerga kelish imkon bo'lsa, shu joyning o'zida andan keyin bo'ladigan gap. Endi shundoq bir qiz olib qolgan bo'lsa yoki sarang yoki o'zim bo'lmaydi, mato men shundoq bir qiz olib olgan bo'lsa, meni buniki meni egi chiqib ularniki nikoh ishlariga meni vali o'g'a odamniki o'ziniki meni vala viloyatini meni ish qilish orqali nikoh qilib qo'ygan ish va bu viloyati ijbor deydi endi. Meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni Ayşe radhiyallohu ta'alaning o'zi kichik vaqt og'a vaqtniki o'zida Abu Bakr radhiyallohu ta'alaning meni o'zi meni viloyat ya'ni ijbor shaklda o'zi ega bo'lib ashda nima qilgan nikoh qilib qo'ygan. Endi vali degan kim? Vali degan qanday odam bo'ladi? Vali degan odamniki o'zi balog'at yetgan, aql o'sh joyida bo'lgan, undan keyin varis bo'laligidek. Yani veli bo'g'uchi bilan veli bo'luvchi ikkisiniki o'rtasida merosxo'rlik haq huquqi bo'lsa, mana shu kishiniki o'zi nima bo'ladi u? Mana viloyat, ya'ni veli bo'la oladi. Ya'ni demak, aql o'sh joyida bo'lmagan, balog'at yetmagan yoki musulmon bo'lmagan odamniki o'zi mana bir musulmonga nima bo'la olmaydi, ayolga viloyatchi bo'la olmaydi. Shuningdek varis bo'lmagan odamniki o'zi. Ya'ni u qiz bola bilan yoki ayol bilan ikkisining o'rtasida merosxo'rlik haq huquq yo'q. Bunda bir odamniki uningga bir viloyat bo'lish haqqi yo'q. Ammo unda bir tuqquni yo'q. Masalan, tuqquni yo'q bo'lgan bo'lsa, u chog'da islom hokimiyati bo'lgan bo'lsa, shu islom hokimiyat ya'ni qozi mana shu qizning yo ayolniki shu ota-onasiga mana vakolatan o'zi va vali bo'lib, u chog'da nikohlab qo'ydi. Mana bu endi islom hokimiyati yo'q. Islom hokimiyati yo'q bo'lgan vaqtning o'zidan bo'libmi bizniki mahalla bizning rayonlarimizda bunday yerda bo'lgan bo'lsa, masalan masjiddagi imomi yoki yurtniki cho'nglari ahli ilm bo'lgan odam meni viloyat bo'lib yoki shu tuqqanlarniki yaqin bir og'inlari va yoki yaqinroq uningdan boshqa odam qarab vaqtimizda meni miros aloqa bo'ladigan darajada undaq tuqqan bo'lmasmi, lekin bunda bir tuqquni va erkishlar bor. U chog'da o'zida u kishi bo'ladi deydi endi. Shu viloyatniki o'zida birisiga andikin kishi bo'lish kerak. Chunki mana ayol kishiniki o'zi bu nikohniki o'zida vali bo'la olmaydi. Chunki nimish qadigan vaqt o'zida mana oyatni deganimizdek aslida bu har qanday bir odam o'zi mustaqil bo'lgandiki, balog'at yetgandan o'zining ishini o'zi qila oladi degan gap. O'zi qila oladi degan bo'lgandan keyin bu e'tibor bilan aslida mayl er olamdi, mayl ayol olam, qiz olamdi, shundoq nimani qilish kerak? O'zining ishini o'zi qila oladigan holat shu bo'lish kerak. O'zi qilish kerakdi. Lekin ayollar maslakaga vaqt o'zida shu Alloh taolo Qur'oni Karimda ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalahum 'ala ba'd va bima anfaqu degan oyatga asosan mana bu ayollarniki o'zini mana Alloh taolo mana kishilarniki idora qilib rahbarlik qilib mana boshqaradigan mushundoq cho'q qiliqliq. Buning asosan chunki ayollarniki asli
Bunun sebep ne diyecek? Yani özünki asli abiyatı degandek tabiiti nayet iştik. Tola bir narsanın iştik ta'siriga uchrab ketadigan, aldirang'uliq, ham yani jamiyatniki tajribelik yoki hokazo ishlarga shu u aralashmagandan keyin uni uqib olmaydi. Deganidek mushunda ishlab olganligi uchun buni qarta bu viloyatdan iborat bo'lgan narsaniki o'zini islom din ayollarga bo'lmaydiganligi uchun beketgan. Buni qarta hem kişiniki o'zi bir qadar ig'ir besiq, salmoq, turmushniki ishlardan ham shu kişiniki kimligi qandoq ekanliginiki o'zidan jamiyatga olib yurgandan keyin uniki qandoq ekanligini biladi. Mana bu e'tibor bilan islom dinimiz shu viloyatdagi o'zini nimaga berdi? Kishiga shu berdi. Yani müşiddak çok buluş çok gerekli. Hem de istiyazanın mer'etin. Ayal kişinin neme kılış izni soraş. Hem de ayal kişininki mesela nikaha veli oluşunki üze o nikahı mecburlap apırıp o yılık mecbur kısamı kıl, kımısamı kılırsan degen ondaq emeş. Fakat şu nikahınki işlerini aboladıkken, maboladıkken, onunki andaq kılımız, mandaq kılımız degen nikahınki işlerine ilgi olulan kişi veli. Onun deyken hem de bir layık kelip ya bir narsa bir kişiga bermoqchi olsa, onun deyken o veli olgan adam yoki tuqqanlarniki o'zi, yeniqa ayollarniki o'zidan bunidan nima so'raydi? İzin so'raydi. İzin so'rab, ruxsat so'rab, faloni kiptikan, qanday qilasiz, bo'lamdi, bo'lmamdi, siz nima deysiz deb, mana oldi bilan shu qiz o qizlardan, ayollardan nima qilish kerak, uni so'rash kerak. Bu so'rimiz shu bo'lmaydi. Bu majbur yani kız balı unumay, ya ki ayallah unumay, onu konu tatmışsa apırıpla onu sen mecbur manı tegisen, ya anda kılırsan, ya manda kılırsan diş. Yani İslam dinimizdeki asli ruhiga nimemesi ona uygun emas. Hem nikahınki asli tabiiy uygun emas. Bu nikahınki özü de ikisi bir-birisi yaxshi görüşüp, bu yerde yani en muhim iş olan aileden ibaret olan cemiyetin bir urug'ini barpo qilaman degan bo'lgandan keyin ikki taraf hamkorlashish kerak. Hamkorlashish ikkisi bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Ikkisi yaxshi ko'rishdan boshqa ikkisi bir-biriga har narsa fido qila oladigan, samimiy, sog'lom, mana rasmiy, mana erlik va ayollik ashulasi bila oladigan mushundaq ikki taraf bo'lishi kerak. Undaq bo'lmay, u ko'ngli tatmay bir-birisiga nafrat holatida bo'lgan bo'lsa, o'chani majburlab ekib qo'ysa, ayol o mesela öykelse ya ki erkişi öykelse qanday holat bo'ladi? O dövzaq bo'ladi. Shuning uchun ikkisiniki o'tirsa rasmiy mehr muhabbat mushundaq bir-birini yaxshi ko'radigan mush asos nikahınki asos shu bo'lgandan keyin men mushundaqchi bo'lish kerak. Shu bu yerda nima qiladi? Unda ruxsat so'raydi. Ham ayollarningki yuziga tushliq ma'lum darajada jamiyatda men andaqqa mandaqqa deydigan ya qiz bola olsa uni ma'lum darajada nima qila oladi, uni bila oladi. Shundan uni majburlash nimasi yo'q, u yerda haqqi yo'q endi. Men mushunki ustidagi nima bor? Endi istazana yastazina deydi, istapala yastapili bobidan, ya'ni azina yazanu degan ruxsat berdi degan gap. İstizan deb istapala bobida kelgan vaqt yuzida bu ruxsat so'rash degan nima u ma'nida bo'ladi. Birinci fasıl Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nikah kılınmaydı, mine tul ayallarını. Yani tul kişinin üzerine hatta ki işini nime kılgay, soralgay. Meselselingay. Ve nikah kılınmaydı, mine nikah verilmeydi kız balını, hatta ki nime kılgay, mine izin soralgay. Muşdak çok kanınudu dedendi. En bu yerde la tunkah bu fiili mechul. El eyyim bu nime o tul. Meyli er olsun, meyli ayal olsun. Onunki meyli ertekken olsun, meyli tegmigen olsun. İş kılıp, bununki yedeki iri yok olan şu kız oğullarını, kız ayallarını hem nime deydi? Arapçada eyyim deydi. Eyyim. Yani iri yokken, iri yok ayal demek. Meyli kız olsun, meyli bir qatar toyup çıkan iri yok olan bolsa, bunu eyyim deydi. Yani demek, benim muşundak iri yok, muşundak bir ayal olup kalgan bolsa, o canıki üzüle, bu yerdemde eyyimniki, bu yerdeki meclisi asasen ma'u ikinci cüz'inin üzüde bikir degen kız degen gap bul. Bunun karşılık gelgendeki bu yerde eyyimni, beni bir qatar toyup çıkan, yani çokan ayalınki üzü degen gap. Mana çokan ayallarınki üzün ayalınki üzünün
nikohlashga bo'lmaydi. Hattoki shu cho'kan ayolniki o'zidan o'ziniki ishini so'rag'ichilik. O'ziniki ash nikoh to'g'ri bo'lgan ishni nima qilish kerak, so'rash kerak. So'rgandan keyin anidikinza u xonimniki o'zini ikkinchi erga vali bo'lgan odam nima qiladi u chog'da nikohlab ishini qilib mushtaqchoq qilib qo'ydi deydi endi. Vayna nikohlanmaydi qizni. Endi bikr degan o'tgangi darsimizda dedik. Bikr degan asli bukur degan birinchi qatim at deganda degan ma'noni bildirdi. Anda o'g'aniki bikrniki o'zi bu qizval ya da qizval tug'ilib cho'g'aniki birinchi qatim balog'at yetgandan keyin mana qiziq holatga tayyor bo'lgan birinchi qatimdagi ayollarga nisbatan u birinchi ish nima, birinchi davri qiziq bo'ladi, ya'ni ertakmagan. Bu e'tibordan uni nima deydi, uni bikr deydi. Ya'ni qizvalniki o'zini nikohlashga bo'lmaydi dedi o'g'ada men ot setdim yo aka ini setdim deb bunda qilishga bo'lmaydi, qilmaydi. Hattoki ruxsat so'ralg'ay shu bikrdan. Hattoki ruxsat so'rag'ay shu dedi o'g'ada shu bikrdan ruxsat so'rab, ma paloni ketgan, emsa qizim yoki singlim unda bo'lgan bo'lsa siz ma'qul demsiz, demamsiz, o'zingiz nima deb qaraysiz deb oldi bilan undini so'raydi. So'rgandan keyin andan keyin nima qildi o'chan o'zida ma'qul desa, o'chan nikoh qilinadi, bo'lmasa qilinmaydi deydi endi. Degandan keyin dedilar bu sahobalar, ya Rasululloh, va kayfa iznuha? Qanda bu qizvalniki izni qanda bo'ladi? Uçağın özü de biz kirip uçağın özü de kızvanla karşı kirip falan kirip iken tegmemsiz desek uçak gap qilmaydi. Kızvalıga ayaca aynime on bunda uyatqıs keladi, xijil bo'ladi. Unda o'zi buniki ruxsati qandoq qilamiz biz? deydi endi. Mana demdin tastamir degan vaqt o'zida ishini so'raydi degan vaqt o'zi jazman ertakkan chiqib bo'lgan ayol bo'lgandan keyin og'izi bilan chiqish kerak. Ya'ni amrni so'raydi, ishini so'raydi degandan keyin nutq, ya'ni og'izi chiqish kerak. Mana demde izni so'rashga, ruxsat so'rash degan gapning o'zi ruxsat so'ragan vaqtida ma'qul deb javob berishning o'zi og'iz oshkor bo'ladi yoki ishoratda yoki bir qilig'ida uqqan bo'lamiz. Shunga yani sahobalarning so'rashi shu. Bu qizvalniki ruxsat berganlikning o'zini biz qandoq o'qimiz degan vaqtning o'zida mana qandoq bo'ladi o'char o'zida qizval ruxsat berganlik, bo'pti men tegsam tegay deb qandoq o'qil bo'ladi debdi. Endi o'char o'zida ya och singilsi ya voyda apisi olgan bo'lsa, shu o'char o'zida ota olgan yoki aka inisi olgan ya tog'isi olgan odamniki o'zi buni ashuni so'rab biladi. Ammo u yo'q. Yo'q vaqtning o'zida qandoq qiladi degan gap endi. Qandoq biladi bu odam, veli olgan odam buniki ruxsat bergan qizvalning desa, dedi payg'ambar shuki shuk to'g'ay o qizvala. Mana shuk turishniki o'zimi ruxsatdir. Mana u nima u? Ma'qul degandek bo'ladi. Dedi, og'izdan qizvala nima qilolmaydi, chiqaramaydi. Deb. Chunki nima bo'lgan gap o ayib bo'lgan gap qizvalaga. Hozirgi kunda dal uniki nima bo'lib ketdi hamda zaman mana buzilib Muşta holat bo'lib ketgandan keyin u yiliqi hozirgi davrniki o'zida qizvalmi, aytib chiqqan xotinmi buning bilan hech qanday farqi yo'q. Ashunda to'y qilishimiz debdik, ota-onasiga nima qismi ashundaq nima qilishib, ashundaq qilgan, men musulmon deb turib, men mu'min deb turib, men shundaq oilaniki shundaq mena qizvallarniki o'zi ashundaq holat bo'lib ketdi. Aslida biz kichik vaqtda o'zidimi, masalan, to'y qilaman, nima qilib ota-onamizning qarshida cho'ng'aqish diyamaydi, xijilib. Hozirda u bolalarniki o'zi qarab baqsa, u aytib, "Onalim, mundaq qilaman" deydigan, mushundaq bir holat bo'lib ketdi. Ya'ni zaman mushundaq buzib ketdi. Bu nimeniki sababidan bo'ladi? Bu jamiyatniki o'zini, bu turayotgan joylarniki o'ziniki, turayotgan joylarniki o'zini rasmiy Qur'on hadisga asoslangan bir islomiy hokimiyatchi bo'lmaganlikdan. Axloq buzildi, muomala buzildi. Mushundaq hayo ko'tarilib ketdi. Hayo ko'tarilib ketgandiki shundan bu bütün buzuq ish mushundaqcha chiqdi. Hem nemisunda degan olmaydi, hem de asas müştadep yani bizdeki köygünümüzge qarab tuvatimiz, ama yani muş şekilde bulungan iffetlik, namusluq, hiç qandaq muşu Kur'an hadisindeki hükmedin çıkmaydigan şundaq netçiminglar nimalar var, qizlar var. Men bu qizlarniki o'zi bizniki milletimizniki men asas nemisi o menbasi. Bu.
İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Şuna dep ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "El eyyum mene tul ayan haqaraaqtur yüzüge yüzdeki velisidir. Yüzdeki velisidir mu tul ayan nime oludu? Haqaraq çok boludu. Ama velinin nemesi var? Haqqı var deydemdi. Men eyyim degen bu yerde asasen tul yani bir kata ergidik çıkan ayallarınki üzerine eyyim dep düşünümüz bu yerde. Anda o halde yani demek bu yerde bir kişi bir yerde bir layık olup gipti. Layık olup gelgen vaxtdaki üzerine bu kızı ve yelik ayal bilen yelik veli ikisi talışıp gipti. Talışıp kalgan vaxtın üzerine bolamdı, bommamdı, anı verimiz, vermeyimiz deyişniki üzerine bu işkilisindeki hakkı var. Veli oğa adamninki mi hakkı var çünkü veli oğa adam mening hakkım yok qandaq qilmamdi degan bilan a qizninki o'zi ayolninki o'zi u veli oğa adamninki qizi ham tuqqanlar bo'ladi. Agar shu oilaga loyiq mana shu jamiyatga loyiq ashundaq obdan bir odamga bu qizvalninki o'zi tegmasa o'chan o'zida bu ailəyə nomus ep keladi, xarlıq ep keladi, zillat ep keladigan gap. Meni bu e'tibor bilan meniki parcham bo'lgan shu ayolniki o'zi men o'zimga loyiq bo'lgan noit taqvo, muttaqi, axloqli bunda birga bo'lish kerak degan gapniki o'zini o'qigan, meni taqvo, muttaqi, olim, ulamo mushta bo'lish kerak degan nima qiladi, uni da talab qiladi. Buning haqqi, mana u taraf bo'lish u. Endi qizvalning o'zi bu meni erkek chiqqandan keyin o'sha o'zining ishini bilgandan keyin u hayotniki o'zini shu ota-onasidan yashamaydi, o yerning uyi borgan vaqt o'zida o'zi ayrim nim qiladigan gap, avval yashaydigan gap. Avval yashagan bo'lgandan keyin uni davomlashtirish uchun bu ayolniki ko'ngli tortish kerak. U ma'qul deydigan mushta bir sababni shu ayolniki engida bo'lgan bo'lsa, anadan keyin u mana bo'ladi, bo'lmaydi deyish uchun bo'ladi, buni haqqi bu. Men ikkingiz haqqi mana o'xshash mushtarak. Ammo Muşunda bu kapto, bu qalgan vaqtdagi o'zida masalan qandaq qipto, veli o'g'an adam yoq debdi, qiz bola o'g'an adam yoq men tegaman debdi. O'chal qandaq qilamiz? Men ikkisi mushunda zid holat kelib qolgan vaqtdagi o'zida, zid holat kelib qolgan vaqt o'zida mana qiz bolaniki haqqi yuqori bo'lgandan keyin to'y qilib chiqqan, o'chanizda veli unmisi unmay, uni majburlab ba qizingni ani takkis qilibdi, ma'qul deydi ekan deb, uni nima qilamiz? O'chan o'zida uni majburlaymiz. Mecburlab anadaki qizvalniki degeni şu asas çok buludu. Yani bundaq düşünüldü bunu. Endi o qizniki yüzüge mesela uyan belgilunma mesela unumaptı. Unumugan bolsa veli kopup ben bermen degan bolsa, uçan yüzü qandaq qilgan gap, uçan yüzü de veli oğa adamning yüzünü tosimiz. Ma qizing unmaywadı ma bir erkek chiqqan ayol. Anda oğlan isen bunu mecburlama dep gapni nemening haqqi oldi doludu. Ayol kishining haqqi çok oldi doludu. Yani muşamdi. İkisiga ortak haqqi var. Men nikah qilish nemesida, yani hozir deganimizda. Hem o'ziniki ayrim nemeler var, haqqi var, lekin bu haqqi kelgan vaqt o'zida ikki zid mushtaq taqobul mushtaqib qolgan vaqt o'zida mana ayol kishining haqqi uchun muqaddam bo'ladi. Hamda qiz bola mana ruxsat so'raladi bu qiz boladan o'z nafsida. Pi nafsiha deydi. Hamda qiz bolaniki o'zine ruxsat izni so'raldi bu qiz boladan. Yani veli o'g'an adam bu qiz bola izni ruxsat so'raydi. Shu qiz bolaniki o'ziniki nafsidan. Yani özünüzü ko'ngli qandaq qiladi aniga, yani ma'qul demdi, demamdi, ko'nglingiz tatamdi, tatmamdi degan mushu gapni. Chunki bu qiz bolamdi, erkaksamdi o'z nafsi bilan, yani o'zi bilan erniki uydichu turdi. Anda o aniki sizning nafsingiz qandaq bo'ladi, buni ma'qul demdi, demamdi deb nima qilindi? So'rildi. Dedemdi. So'rab o'chan o'zida shu qiz bola men erkakmagan bo'lsa-mi, o'chan o'zida ya yo'q, ya ma'qul desa, onidagi shuni qarab ishtidi. Ma'qul degan bo'lsa, o'chan o'zida ondagi veli o'g'an adam uni nikosini qilib, nikoh ishlari mengib yurib, kelishib, unda cho'q qilib qo'ydi, mehrmonda bo'lsa, unda bo'lsin deb. Endi bu qiz bolaniki meni izni shu qiz bolaning shu turishidir. Agar ata-onasi o'g'an adam ash qiz bolani so'rab, ya opasi o'g'an adam deydi. Shu qiz boladan so'rab o'chaniki o'zida shu turib olgan bo'lsa, men bu nima ruxsat. Ya'ni ruxsat ma'qul men qabul qildim degan cho'q gap bo'ldi. Chunki ma'qul deyamaydi hamda qijil bo'ladi. Meni bu. Unda o'g'aniki bizniki hozirgi jamiyatlarda bir adam bir yoki jiq shundoq
toplantıycık adam var yoki maslahat qildigan bir yerli var. O'shangizni fikr olamiz yoki undaq qilamiz, bundoq qilamiz degan vaqtning o'zida, shu vaqtning o'zida bir ishniki ustida maslahat qilgan vaqtning o'zida mana bir adam o'tirib qo'yib, o'shaning o'zida "Men qandoq qilsa" desa, hamma odam o'shani ma'qul demasmi? O'shada shu tug'anning o'zi hammasi qabul qilganlik hisoblanadi. Chunki agar u odam uni olmagan bo'lsa, yo'q deb e'tirozchi bildirdi. Bu bir usul endi. Endi bir rivoyatda dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, "Men sayyibun." Sayyib degan ama shu men ayyim bilan o'xshash ma'noda men uchiq deydi. Sayyib degan asl bekota aytib chiqqan nima u ayol bo'lgan bo'ladi. Meni bekota aytib chiqqan ayolniki o'zini sayyib deymiz. Bu sayyib meni haqaroqdir valisidan o'z nafsiga o'zining valisini bak nima haq bo'ladi. Bak haqlik. Mushu vali meni nikoh ishida deydi. Nikoh ishniki o'zida bakarah nima u haqliq. Qizbola izin so'rildi, ishni so'rildi bu qizboladan nima qildi? Nikohdagi ishini uchun so'rildi, ya'ni vali bo'lgan odam nima qildi? Unuga so'raydi. Endi bu qizbolniki ruxsati izni shu qizbola shu turishidir. Agar yo'q degan bo'lsa, yo'q deydani, hech bo'lmaydigan qancha o'zi zararkaz qalab turmaydi, nima qilib. Agar bo'lmaydigan, ziyon tortadigan, bunda bir ya bo'lgan bo'lsa, har qanday narsaning jonlining o'zi uningdan e'tiroz bildirdi. Agar ma'qul degan bo'lsa, o'shaning o'zida bo'lib, nikohniki o'zida men ma'qul deb diyamga vaqt shu turdi. Shu turganimiz nima bo'ladi? O ruxsat olgan bo'ladi. Yine bir rivoyatda dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, "Mana sayyib, ya'ni cho'kan bo'lgan ayol haqaroqdir o'z nafsiga, o'ziniki valisidan." Endi bekir qizbolniki o'zi, endi bu yerda qizbolniki o'zi dedik. Qizbolni hammamiz bilamiz. Bir qata agitib chiqmagan, agitib tegmagan shu qizbolniki o'zi shar'iy bo'yicha hammasi nima bo'ladi? Qizbol bo'ladi. Masalan, qizbolniki o'zi masalan yeş çoğup gitipti yoki olmaydi ma'lum bir ish sababidan masalan ya qizlik yoki nimiz bo'lib ketibdi yoki xato bir ishni qilib qo'yibdi. Nauzubillah. Men mushunda qilish orqali qo'ygan bo'lsa, buni islom dinimizda qiz deb bekitiladi. Qizniki qizlik holat yo'qolib ketish, ya'ni qiz holat cho'kan holat kelishning o'zi bir qator shar'iy tarafdan rasmiy shar'iy shakldagi nikoh qilib qandikin andiki sayyib bo'lgan gap. Ama uniki boshqasi mesela yeş çoğup ketib yoki bir ishlar bo'lib yoki mushta xato bir ishni qilib qo'yib ashtaqqan bo'lsa, buni shar'iy tarafdan biz nima deymiz, uni qiz deymiz. Ama urf odatda bir qator andaqni buzib ketib desimi, buni nima deymiz, uni shar'iy qiz deymiz. Qiz meni ruxsat so'rildi, ishni so'rildi. Buniki so'raydi. Bu qizniki otisi shu qizniki nimasidan nafsidan. Nafsida otisi nima qiladi? Izni so'raydi. Unda o'g'liki bu aytishga asosan qizniki valisini kim bo'ladi ekan? Oti bo'ladi ekan. Yoki olmaydi, mana aka inisi mana cho'ng balog'at yetgan bo'lsa, meni bu bo'ladi. Mana bu. Endi bu qizniki ruxsati, ya'ni izni berganligi, ma'qul deganligi uning shuk turishidir. Shuk turgan bo'lsa ma'qul, men uni qo'shildim degancha gap bo'ladi deb meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho deganti dedimdi. Va Hansa binti Hizam radhiyallohu ta'ala anha rivoyat qilindi, shunda deb yozman, bu Hansa'nınki otisi meni Əqvədi bu atisi şu Xənsani Va'alolku Seyib idi. Seyib vaxtının özüdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dəvrində bir ədəmgə əg veribdi. Əg vergəndiki bu ayalınki özü bu toyunki özünü sət görübdü. Yəni şu ərinin özünü sət görübdü. Yəni yaxtılmaydı ikən də. Yaxtılmağandiki şuna bu ayal Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaşığı çox gəldi. Gəlgəndikən məni qaytırıqatdı Peyğəmbər şu atisinin nikahı qaytırdı. Mərdud, mən bu nikah olmabdı. Dedi, deyləndi. Mən bu hadisini İmam Buxari rivayet qıldı və İbn Majah'ın rivayetində nikaha abiha. Şu qızvalınki atisinin nikahını. Qızvalınki atisi nikah qoyubdikən, maya demdi, şu atisinin nikahını rədd qıldı. Yəni atisinin nikahının özü atisi egi olub.
O çağındaki üzüde şu kızvalniki bədim təqdim degan işni hammani qilib qo'ygan, nikahni hammani rad qildi degan gap. O'zi mustaqil holatda qilib olgan ekan. Endi ma'noda nikah abiha. Şu kızvalniki atısınki nikahı. Şu kızvalniki nikahı atısı qilib ekan. Ham bunu şu o'xshash rivoyat. Anda o ki bunu rad qilgan. İslam dinimizde şu kızvalniki o'zi ya ayolniki o'zi yaqtab unimasa, unuğa veli oğa adamniki o'zi majburlab uni berishi haqqi yo'q. Bunun için nimesi yok, onun için hakkı yok. Yani demek şu kızvallarınki, yüzününki, men ayol olsun cezmen onun vilayeti için buluş gerek. Men velisi için buluş gerek. Velisi bulması için bulmayı demdi. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam meni olgan edi. Peygamberim şu Ayşemni valuki o Ayşem meni 7 yosh edi. 7 yosh vaqtning o'zida nima qilgan? Olgan. Va yetkelgan şu Ayşem Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning qishiga valuki şu Ayşem 9 yoshda edi deyildi. Valuki men Ayşemniki o'yinchoqlari yüzü bilan bil edi. Şu vaxt yüzü yöt ketken. Ve ölüp ketdi Ayşem şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den valuki ve Ayşem 18 yaşlıydı. 18 yaşta tarihi hicriniki 59. yılıma şu çağda ölüp ketdi Ayşem ölüp ketdi. Yani 40 yıl etrafında 50 neç yaşta ölüp ketken. 59 yaş mı 50 neç yaş. Şu vaxt ölüp ketip şu 40 yıl mı, şu aşındaki 30-40 yıl etrafında tul aşındaki yaşayan. Ben şu da qoğan dedim. Bu elisi bu yer keltirişte. Bu Ayşe'ninki yüzündeki atısı olan Ebu Bekir radıyallahu ta'ala'nın yüzü balağat yetmegen vaxt yüzüde şu Peygamber'e nima qilgan, meni nikahlapçı bergen. Meni Ayşe'nin yüzü bu 6 yaş kirgan vaxt yüzü taki oyunchig'ida qo'lida turib aşındaki holatda ekan. Hech kim uqmaydi. Uqmagan ekan. Yani demek bu elsin çıkıdı ki vilayetteki yüzü balağat yetmegen yoki saram yoki mato men mushunda bir qizlar olgan bo'lsa bunuğa veli olgan adam rasmiy o'chan o'zida viloyati ijbar shaklda mana o qizval ma'qul demdi demamda apirib nikoh bervasicha u nima bo'ladi durustcha bo'ladi. Ammo o kişicaniki özüde nikah qilib balağat yetmegen vaqtning o'zida yani aşında nikah berayotgandan keyin o qizvalniki o'zi nima bo'pti? Balağat yetibdi. Balağat yetgandan keyin anidan keyin bu qizvalning o'zining ixtiyori bo'ladi. Agar ota-onasi qilgan bu nikahning o'zini men qabul qildim, bu men shu bo'yicha qildim desa bo'ladi. Ammo buni rad qildim desa o'chani yenib ketadi. Yani mundaq bo'ldi. Yani demek İslam dinimizde ayol kishiniki mushu nikah masalasi o'zida mushundaq huquqini bergan. Mana bunga qarshi buniki shakl to'g'ri bo'lmagan mushundaq ayollarga zulm qilgan ba'zi yerlarniki o'zida nuqul holatda baxarlash shaklda mal shaklda shunday beryotadigan hattoki qizvaliniki ayollarning o'zi mato shaklining o'zida shu to'yliqlarni qo'yish orqali men mushundaq qilgan mana islom dinimizning ro'yi zid bo'lgan mushundaq urf odatchi bor. Bu örf adet asli insaniyet ya bulup mu İslamiyet'e nime o zıt. Bu katli nime emas o to'g'ri emas. Onu tegmeymen desin unmay. Apır jagılı tip aşağı mecburlap kötürüp apırladığan aşındak urun bağımdı. Bu nime emas bu asli to'g'ri emas. Men bu hedis. Hedis şumuş hem de. Nerede bağ mecburlap beriş? En bu yerde mecburlap berişniki özü de eğer şu kelgen yigitning o'zi ubdan, taqvo, muttaqi, olim, mundaq bir odam bo'lgan bo'lsa, o'chaningizda valisiniki o'zi o'chan o'zida nima qilibdi? Berman debdi, o qizvalning o'zi uni urmayman debdi. Urmayman degan bo'lsa, bu odamning o'zi kelgusini masalan o'ylab bu yaxshi ish bo'ladi degan bo'lsa, o'channing o'zida majburlash shu imkoniyati bo'lishi mumkin. Bo'lmasa shu bo'lmaydi endi. Manın pulu varken, hukuku varken, andak manağına dep, kızvanın nemedek, maldek, şu apırpla, şu nemigi setiş, satkandek, undakı şu doğruçu emes. İkinci fasıl. Ebi Musa radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı dedi Peygamberimiz. La nikaha illa bi veliyin. Yok nikah, fakat veli bilen buludu nikah.
deydi. Meni bu hadisni İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud va Ibn Majah Darimiylar nima qildi? Rivoyatchi qildi. Endi nikohniki o'zi hammamizga ma'lum, buniki 4 tane asas rukun var. Yani asas şartlardan biri qo'shilib, birisi ikkisi deydi, qiz o'g'ilniki, ayol ikkili tarafniki bo'lishi. Bu shart. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. İkincisi nikohniki o'zi guvochi bo'lishi kerak. Guvochi, ya'ni e'lon qiladigan bunda bo'lishi kerak. To'rtinchisi mehr bo'lishi kerak. To'yliq. To'yliq mana eng az bizniki Hanifi mazhabda burunki davriniki miqdori bo'yicha 10 dirham kumush miqdoridagi moddiy yetkaziladigan nima moddiy bir narsa bo'lishi kerak. Ma'naviy bo'lgan bunda balg'osiz bo'lmaydi. Masalan, men sizni ilm o'rgatib qo'yay, yo Qur'on o'qitib qo'yay, yo hajga olib akana, yo umrga olib ya ziyorat qilay deb buniki ma'naviy tarafda bo'lgan manfaat keladi hamda bu bir nima. Buni qarshiligida o odamniki o'zi nikoh, uniki mehr deb hisoblasa u bo'lmaydi. Shu qizbola berilgan narsaniki o'zi jazman ne bo'lishi kerak? Jazman moddiy bir narsa bo'lishi kerak. O mening deyalaydigan, o'z epketa olaydigan, egdash qilib, o ayolniki o'zi qizbolaning o'zi mustaqil holatda unidan manfaat ola oladigan bir narsa bo'lishi kerak. Bizdagi Hanifi mazhabda mushandi. Chunki ayol kishi yo qizbolniki o'zi nikoh qilib meni qildi degan gap, mana uydan chiqib jamiyatga chiqdi degan gap. Jamiyatga chiqqandagi jamiyatga chiqish uchun jazman uniki ifodasi mustaqil bir holatda o qizbolning yoki ayolning kishiniki mustaqil bir egdochilik huquqi, egdochilik mol mulki bo'lishi kerak. Mol mulki bo'lgancha o'zida o'zidagi jamiyat chiqdi degan bir nemisini uchun o'charingizda uqtira oladi, bildira oladi, ani his qila oladi. Buning bilan andan bu yerda bu yilqi mehriniki mana berishniki sabab bo'lishi uchun bu. Shuning uchun şu maddi bir narsa uchun bo'lishi kerak. Men sizni oyog'iga boraman yoki bundoq deb. Agar ikkisi mushunda to'y qilib, ikkisi bak nima bo'lib, "Voy yo'qqa qiz bola qo'yib, men sizni hadiya qildim. Siz andoq bo'lsangiz, men hech qanday bir narsa taqdim desa bo'lmaydi." Qat'iy bo'lmaydi bu. Buni diqqat qilish kerak. U nikoh fasid. Nikoh fasid bo'lgandan keyin bu nikoh fasidniki o'zini meni nikoh sahihga akelishi uchun qanday qilish kerak? Agar ashda bir ishib qolgan bo'lsa, shu qizvalniki opis tarafda bo'lgan tuqqan ashda qizlarning yeshi o'xshash, go'zalligi, yashayotgan shar, uniki mehri qancha bo'libdi ekan. Shu mehrini andan u shuni berdi, undan keyin nikoh sahihalat keladi, undan keyin o ikkisi aqdumda bir o'kib o'ltirishib bo'ladi. Bo'lmasa, agar unda qilmaganimiz shar'iy bo'lib qolganimiz, darhol uni ajrashtiryapmiz. Bu pas nikah, buzuq nikahni apırıp, işkisi xotin bo'lib yuramda o'chanizda hissiyat tutib qizimni aldab, voy o'zim hissiyatlanib ketib, voy bizga andiqada, mandiqada bo'pti, men o'zim taqdim qilyaptim, hadiya qilyaptim degan gap, shu qizvalniki o'zi, shu viloyatniki o'zini islom dinimiz, men bo'libmi aytgan vaqtning o'zida o'ziga bermaklik. Bu shu kishiga shu beriklik. Bu ish uchun yo'q emas. Bu vaga ishlar, bu vatqa ishlar. Ahimmişlik. Bazı tarafını gidip o o'ziniki çoğun işini kılamdı, o neyim kılab, o'ziniki imanı ve başka bir iş, o'zining işi. Ama ma hüküm ayrım bir mesele. Muşlu ra'y kılısız, ra'y bo'lgandiki, anadaki, unudaki o narsani, o o'g'ilvalidan elib, o mehriniki o'zini, andaki bir vatamsiz, uçan o'zida, voy, bak yaxshi ko'raman, qanday qilsam hadiya qilyaptim deb, o'zimni qilayotgandiki, mani bir vataman desangiz mayli. Bo'lgandan keyin, ammay turib unda qilsangiz shu bo'lmaydi. Yani bu. Anda o andaki muşu nikohniki muşu 4 taraf asas. Endi bizdeki Hanifi mezhepte muşu. Ama Şafii, Hanbali mezhepte hazır umumisi ekvatkan. Yani muşu cemaatniki otursada muşuda ekvatkan işniki üzerine veliniki üzün nikohniki bir şart deb qarash. Yani bu. Bunu asas kıldı. Bizim Hanifi mezhepte ya veli şart emas. Ama balagat yetken muş aql o'shi joyida bo'lgan ashunda bir qizninki o'zi mana o'ziniki valisiniki ruxsatsiz yoki valisi bo'lmay turib nikoh qilsa uchan o'zi nima bo'ladi deydi. Boshqa mazhablarga o'zi bu nikoh qat'iy nima emas, buningda meni durustchu emas. O yilqi boshqa mazhabniki o'zida bizniki durustchu bo'ladi debchu qaraydi. Endi qaraydi. Lekin bizning Hanifi mazhabida hamda agar ashunda bir nikoh qilib qolgan bo'lsa, o'changizda Imom Muhammadning ko'z qarashicha, shu
o'g'ilniki o'zi shu qizvalniki jamiyatiga numus keltiradigan yoki o'g'ri yanchuqchi, masalan, qimorbaz, shundoq nachar odammi emasmi? Agar nachar odam bo'lgan bo'lsa, vali yo'q degan bo'lsa, yenib ketadi bo'lmaydi. Agar ubda odam bo'lib, u vali ma'qul degan bo'lsa, bo'lib ketadi deydi. Bizdeki İmam Azam qatarlıq bu alimlarınki nemizse o buluverdi, o ruhsat bağlıq emasaydı. Lekin şundaq bolsa-mı İmam Muhammed'in gepi asas deb fatva şunu deb qarılgan müştaq alimlar üçün var. Onda onun bu hadis nemi qaraydı endi? Endi bu hadisin üzüden yok nikah fakat veli bilen nikah var da. Ama onun da başka Ayşe radhiyallahu ta'ala anh'ınki bir adam bir ayal üzünki meni velisiz nikah kan bolsa uçan üzde bu nikahın özü batıl degan nima var? Hadis var. Bu gap naci jiqqamdi, naci qilib. Ammo bu hadis siyahi sitte yani Sunan kitaplarda var. Bizdeki asas qilayotgan hadisniki o'zi İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilayotgan as-sayyibu yoki al-ayyimu ahaqqu bi nafsihi min waliya degan hadis var. Yani İbn Abbas radhiyallahu ta'ala anh'ınki yuqorida degan mana tul ayol o'ziniki haqqiga o'ziniki valisidimi nima haq deydi. Bu nima degan gap? Ya'ni o'zi valisidimi o'z haq deganki nikoh ishniki o'zidan nima ishda? Bu ham ba'zan deydi, ham ishdaydi, yo'q ba'zan nikoh ishida deydi. Anda u anikin to'y qilib chiqqan ayolniki o'zi valisidimi o'zi bak haqirib, o'zi tegmayman deb qilalaydi deydi. Bunda tıpçı qaraymiz. Bu hadis endi ikkisi nima? Anda o halde onun da başka bizdeki Kur'an'da hem ayet var. Hatta yankine zavcan gayrahu deb nikahınki yüzünü şu ayallığa istatkan bir ayet var bir qancha. Mana bu nikahın yüz qalalaydı ayal kişi degan mazmunda ayet. Bunu asas qilamiz. Bunu asas qavatı yüzüde o durus olur degan gap. Endi bu yerda durus olur deganlikniki yüzüden durus olur. Şunda qilin deganlik emas. Eğer mana bu nikahınki yüzü yeni birisi kafaat meselesi var. Yani kepi. Şu kızvalı bilen oğulvalınki mene ikkisi aile ve kasb ve kaza işte okşaş oluş gerek. Bu kafaat bombası çok bombaydı. Böyle kafaat bombası bombagandayken men aşında iş bağlamadı. Velis batırlıqon uçan yüzü kızvalı askerde kılıp ya kaçıp ondak mı numus keltirilen iş olsa o bombaydı. Uçan yüzde o nikahın batıl değmez. O şer'i doğrucu değil olmaydı. Yani bu yerde durus oldu degan gapning o'zi agar shu qizvalniki ashunda bir velisi yo'q. Mesela bizniki hozirgi davrimizda güzel deydi. Mesela chetdan va gaza. Men ashunda bir nikoh qilib qapti. Nikoh qilib qolgan bo'lsa, buni islom dinimizda xato deganicha bo'lmaydi. U nikoh bo'laverdi. Nikoh bo'laverib, o'shaning o'zida Imom Muhammadnikidek ashunda mesela nikoh bo'lgan bo'lsa, nikoh qilib mushu vaqa yetgancha bo'lgan ortiq ikki jinsiy munosabat o'tkazib qolgan bo'lsa, u xato ish qilmagan bo'ladi. Hata ish qilmagan bo'ladi. Hata ish qilmagan bo'ladi, zina qildim, vaqizab demaymiz deydi endi. Faqat shu oilasiniki ruxsatiga bog'liq endi. Bu. Endi mazhabdagilarning o'zi nikohsiz ashundaq, mana valisiz nikoh qilib qolgan bo'lsa, nikoh tubdan yo'q. Tubdan yo'q degan gapning o'zi, mana vali bilan nikoh chigiladi deydi. Deganing o'zi nima degan gap? Ya'ni shunga Şafii mazhab va undan boshqa mazhablarning o'zida nikohniki chigilishi ayolninki labzi bilan chigilmaydi. Kişiniki labzi bilan chigildi deydi. Yani bir adam bir qizni bergan bo'lsa, qiz oyoq qo'yib vali bo'lgan adam mayadi yigitlar to'xtsin, men qizim bir vatdim desa, ayol kishiniki o'zi gap qilmasimi, men bir vatqanlik bo'ladi deb qaraydi. Mana ayol kishiniki labzisi bilan nikoh chigilmaydi deydi. Shu kishilar chigilish kerak deydi. Shu hozirgacha mana bu nima shu Arab rayonlari va kaza yerlarda shu ahvol çok bor. Ve bu ahvol çok bor. Yani demek ayol kishiniki hech qanday men tagdim, chunki o'ziga ega bo'lish haqqi yo'q deb mujuna bir ko'z qarab bu ayol kishiniki labzida nikoh chigilmaydi deydigan amashta ko'z qarash çok bor deb. Bu yerda bizdeki valisiz bo'ladi deganning o'zidan shu o'zingiz tigib oling deganlik emas. Shu mushunda ish bo'lganligi uchun, bu ishniki o'zi to'g'ri tushunmaganligi uchun, shu bizniki vatanimizni buvatgan, ashundaq ubdan nayt yaxshi taqvo muttaqi qizvallarning o'zi mushunda o'qiyman deb kelgan vaqt o'zida mushundaq niyati nachar, buzuq insonlarning o'zi mushunda suiiste'mol qilib velisi siz atanız ruhsat almışsınız boludu. Ben nikah kılıp okutmasak bu namahram boludu da oturup o şimdi qilayotgan ishini jiq
İşte işler çok boğan. Bunu bizge anadaki balay afet musibetteki kelişen bu şekilde oldu endi. Qanday oldan deyin? Hiç nimani okumaydan olib qoldik. Hiç nimani o'qitamaydan olib qoldik. Mana qizlarimizning o'zimizning millati musulmon emas, mana en ashaddiy kofirga shu tegibadi. Bu nimadan keldi bu jazo? Gunoh qanday bo'lgan bo'lsa, jazo shunday keladi. Mushu dinni suiiste'mol qilayotgan, mushu islom diniki ashunday muhim yerlarining o'zidan ashunday nachar, niyatlik, ashunday buzg'unchi, shahvatparast, ashunday insonlarniki o'zi ashunday foydalanib, ashunday shu vayron qilayotgan. Shuni jazosi kelgan. Bu herkes o'ziga bo'lib qolgan ish yo'q. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shuna deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Qanda bir ayol nikah qilgan bo'lsa, o'ziniki vali. Menda bu yerda biz nima deymiz maylis qadigan vaqtimizda nikah illa valiyin deganda, yo'q, nikah faqat vali bilan degan gapning o'zi yin bir nikah ishi bor. Bu nikah ishniki o'zida qulluq davri, hozir bizniki qulluq davri yo'q. Qulluq davrining o'zida bir odamniki er va ayol qul bo'lgan bo'lsa, şu ayol qulniki o'ziniki valisi, o'zining sayyidiniki ruhsiz nikah qilsa nikah olmaydi. Mana bu yerda la nikah illa valiyin degani, nikah yo'q degani bu yerda deydi, boshqa rivoyatga bor. Ya'ni qul ayollarniki o'ziniki bir erga tegib verishi, o'zining valisiz bu nikah olmaydi. Batil. Uçağınızda bu deb qoldi. Bu hechisi qaratgan tarafi men asha. Shu vaqtning o'zida shundaqdi. Shu vaqtning o'zida men ba'zi ayollar o'zi shu bir odam quli turibgan, ikkinchi odam erkak bo'lgan ish bo'lganda shuni qarab payg'ambar mushtar degan deb çok qaraydi endi. Shuna qul bo'lgan ayollarniki o'ziniki xo'jasiniki ruhsiz hech qanday bir odam tegamaydi. Chunki u qulniki qul bo'lgan ayol bütün vücudu, hiç kanda bir narsa özün müstakili yok. Fakat o nima o bütün vücudu, bedenin hem yeri şu hocağa adamın. Şu ikisini oturup nikah etmeydi. Yüzün mülkü olgan dikin, mülkün alamda bir adam almaydı. Almagan dikin o nima etmeydi, ona şu an nikah etmeydi. Kandak paydalansın meyli, yüzün hotundaki yüzü kandak paydalansın meyli o. Yüzün ihtiyar olur şu an. Onun da sanı yok. San yok. Mançilik ayol qulun bo'lgan bo'lsa, mana bilan foydalanasan, jinsiy munosabat qilasan, bo'lmas qilamiz degan yo'q. Qanchalik qilsa o'zining ishi, ixtiyor. Shunda bo'lsa, hozir o'ylaymiz, lekin qulluq davrining o'zida u yerdagi odamning ajoyib nima, mard, bunda bir odamni. O'chaning o'zida o ayol qul ayolning qishga hargiz o ishni qilaman deb tasodif majbur bo'lib qolsa, o ish bilan jinsiy munosabat o'tkazmaydi. Chunki unida tug'ilib qolgandan o balaniki o'zi, o qul ayol umu velet tutup kalıdı, onu satamaydı, birisi yiyip kalamaydı, ölgenden killa o ayalın yüzü, mene o hoca, uçanın yüzü ne bulgan gap, o hocanınki, mene ölgenden killa azatıp gelen gap. Bunu karab her güz iştik o, yani benim kolumken, ayalken, kızvalıken ve çıraylıken de berip la, ondak bir cinsi münasebet işini çok kınmaydı. Kınmaydı devre onu. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, shunda jazman payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi. Qanda bir ayol meni nikoh tegib olgan bo'lsa, o'ziniki valisiniki ruxsatsiz, pas uniki nikosi botil, nikosi botildir dedi. Bu ne qaraydi? Yani hozir deganimizdek, shu yiliqi qul ayolga mushakchi qartimiz deydi. Endi bu yerda valiniki izinsiz debdi. Veli ruhsat vermesi onunla tegib yaptı hocası. Çünkü qulniki ayolniki o'zi şu bütün narsaning o'zi hocası xizmat qilish. O hocası xizmat qilish bo'lgandan keyin u yerda ruxsat qilmasdan olib erkak olgan bo'lsa, o odam, o qiz va o ayolning o'zi ikkinchi odamning mulkini olib, ikkinchi odam manfaat bergan gap. Bu bo'lamda, bo'lmaydi. Agar kirgan bo'lsa bu odam şu ayolga, hem de aşıdak velisi ruhsat beğenmesi mi unutmay, ikisi cinsi münasebet ötküsü başlakan bolsa, uçanın üzerinde benim şu ayolga bağdır, mihri var, toyluk var, anda bir nesvedeki halal dep kardı o adam, o neminiki şu ayolunki cinsi azasıdır. Hem de cinsi azanınki üzerinde mesela maçkatte ya bundak oldu, andak oldu dep,
uni manchpul deb undan qilinmaydi. Ammo buni taxmin, mesela qancha kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi, 10 kun bo'ldimi deb o'tirib, buni qarab, andan keyin mahrim muslim uni manchilik olsa ekan bunuga deb ashtachu bağlapchu beramiz deydi. Peyniş tecaru. Peziga talash tartışıp qalsa ular. Yani bu yerda endi mayada biz endi buni yana qulluq davridagi ayolga dedik, ammo umumiy degan vaqtning o'zidan bu ham shuni ko'rsatdi. Agar talash tartışıp qalsa, şu yıllık ayol bilan vali ikkisini o'tib talash tartışıp qapti. Qo'pib men ruxsat bermayman debdi, men tegmayman debdi, yo men tegmayman debdi, tegsan debdi. Mushunda qavaqtning o'zidan qanday bo'ladi o'chaning o'zidan? O'chaning o'zida sultan degan bir kishining valisidirki, uning valisi yo'q. Meni velisi yok kişiye sultan yani hakimiyet, İslami hakimiyet neyim oldu uçağınızda veliço buludu deydi. Meni bu elisi İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud, İbn Majah, Darimi'la nime kıldı, ravayet çok kıldı deydi. İbn Abbas radıyallahu ta'ala ravayet kılındı. En yukarı edilse, benim muşundak bulup mu hazırki muşunda bir devrinin üzerinde, bana bu hadis'e asasen hem yukarı hadis'e asasen umumu kısak o çanıki üzerinde, benim velisi batır okuğun, benim aşındak unumay unuğa aşındak tigi verişlik üzeri İslam dinimiz nememesi o duruşçu emez. Bu duruş olmaydı. Bu duruşlaş için qanday qilishga oyatda deganimizdek aşağı tigib qolgan bo'lsa, o çanın üzerinde bana unuğa mehr verib, Hocası nimeniki, velisiniki üzeri ruhsat verip, anadaki çok kılış kerak, onlaki ruhsat oldu. Bombası çok bombaydı. Ama velisi yok. Velisi yok olup, alimen depti, maberimen depti, o bombaydı dep talaşlasıp kalması, İslam hakimiyet olan olsa hakimiyet, bombasa, mene bu İslami cemiyet, yak olmaydı, imam, mescidindeki deydi, mahalleniki, muş adam, yani yak olmaydı, ehlilin boğa, adamlarki üzü, yani yurtundaki çoğunları, bu veli olup, işte iqdası bir şu gerek. Bu her gün ayollar öz ixtiyorlar bundaq ertegib, bundaq hech qanday bir adam bulup pushqoqdan bunda bir nikoh qilishga bo'lmaydi o deydi. Chunki mana nashqata degandek ayol kishilik. Bu qizvalning o'zi noyat hayajon. Noyat ishtik ta'sirlab ketadi. O ayol kishiniki aqlidan uning hissiyoti bek yuqori bo'ladi. Hissiyotga tayinib jiq ishlar meni yuz berib ketadi. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet konuşulan adab ki zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. El bagaya zaniyle anda bir ayallardır ki mene nikahlaydı ula özünü nimisiz beyinisiz mene hüccet guvacisiz özünü ikinci bir adamın nikah kıpçı berdi. Bunun deyimiz ona zani deyimiz deydendi. Anlamalıken Bagiyya degan nima? Bagaya degan bagiyyatunki nimasi o jamisi. Bagiyatun bagaya deydi. Bagaya degan chekini ishib ketdi degan gap. Haddini ishib ketdi degan gap. Bu qizvalniki o'zi, bu ayol kishiniki o'zi o'ziniki haddida turmay. Haddi nimati shu o'zingiz ertegib shar'iy bo'yicha nikoh qilib, anadikin erkishlar birgacha tursiz. Bu nima o? Bu yo'l. Ammo bu yo'lda turmay ishib ketganligi bu nima bo'ldi? Uni nima deydi? Uni baga, ya'ni zani degan gap. Mana bu zani bilan mana nikoh qildi degan ikkisiniki o'ttirisiki narsa nima bo'lsa bag'iy degan gap, bag'iylar. Mana zina, fohishvozlar qanday qilsa o'zini hech qanday bir odamga guvoh qilmasdinlar, bulun pushqoqdan deyishib, manch pul deb mana shundoq mana o'zini nikoh voy ma'qul deb yo manch qo'y beray degandan keyin ma'qul deb keldi. Shuning bilan shu qiladi, shu odam uqmaydi, bulun pushqoqni qiladi, bu zina bo'ladi. Zani oldu deydi. Anlamalıken mana bu hadisniki üzüde mana nikahınki guvohchilik bo'lish nima o pars. Guvohsiz. Aşıda guvohchi nima en az bo'lmaganning o'zida ikki odam bo'lish kerak. Ikki odam bo'lgan vaqt o'zida andan uçan o'zida bu nikoh shar'iy tarafda to'g'ri holatga tushib kelgan bo'ladi. Shu payg'ambar nikohni ochiq oshkor qilinglar, masjid qilinglar degani shu. Endi esa şudur ki cezmen bu gap İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'ga mevkup doğru. Yani Peygamber'in sözü emez bu İbn Abbas'ın sözü deptemdi. Bunun bir gap endi. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
yetim kız bola mana nima qilindi? So'rildi bu kız boladan o'z nafsidan. Endi yetim kız bola degan gap, yetim degani nima degan gap? Balog'at yetmagan vaqtniki o'zidagi ash balaniki o'zi yetim deymiz. Ya'ni otasi bo'lmasa, opasi bo'lsa, uni yetim deb. Yetim bo'lishda otasi bo'lmagan, balog'at yetmagan o'sha ikki narsa bo'lsa, o'chaniki o'zida bu yetim deb hisoblanadi. Ammo uniki masalan balog'at yetgandan keyin yetimlik chiqadi. O'sha yo'g'on bir odam bo'ladi. Endi bu yerda nima uchun yetim deydi bo'lsa, chunki burun bu yetimdi. Yetim e'tibori bilan şu an gap bilan şu bu yetim dedi. Yani balog'at yetgan qiz degan gap endi. Balog'at yetgan qizniki o'zi, ya'ni yetimkan, otasi yo'qkan, mana ruxsat so'rildi bu qizdan, o'z nafsidan nima qilamiz? Ruxsat so'raymiz. Ha, shundoq bir loyiq kipto, qanday qilamiz? Bunda duvodu deb qiz bola nima qilamiz? Anda ruxsat so'raymiz. Sen ota bo'lmagandiki veliyingni opra tegar degi shu bo'lmaydi deydi. Pes agar shu tursa o qiz bola, faz shu tug'anlik o qiz bolaning ruxsatidir. Gapni anglab shu tug'an bo'lsa ma'qul degandik bo'ladi deydi. Va agar unmasa o qiz bola, yo'q men tegmayman, ko'nglim tatmadi, yo'q unmayman desa, o'chan o'zida pas yo'q javoz, shu qiz bolaniki ustiga mena durustlikchi yo'q. Yani durustlik nikahni qilish deydigan durustlik ishchi yo'q. Majbur qilishchi yo'q. Qachoniki ma'qul degan bo'lsa, ma'qul ish qanday qilib chiroq tushuntiramiz, uqtiramiz, uni ubdan bir loyiq kelgan bo'lsa, undaq qilman, mandaq odam kelajak mandaq bo'ldi deb, endi uqmaslikdimi o'chani yo'q deyishchi mumkin. Unda o'niki buni tushuntirish kerak. Ishniki ubdinni uqmasin ko'pincha nima joyillikdan keladi. Mana shunday nima qilish kerak? Tushuntirish kerak. Ammo tushuntirib turibmi? O'chan o'zida uqtirib turib, bütün amalni qilib tursam, o'chan unmasa opirib sen tegsan o deb, o yetimkan o buniki hech qanday egisi yo'q deb, uni bo'ziga yetib, undaq qilishga bo'lmaydi deydi. Jabir roziyallohu anhu rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qanday bir qul ağam bo'lsa o'ziniki mana sayyidiniki iznisiz mana xotin etdi. Bu sayyid ruxsat bermabdi-da o xo'jasi. O'chani o'zida bu odam yo'q desam uni men xotin olgan bo'lsa, bir odamniki qizi yo ayolini, past o'chani o'zida bu nima? Bu qul zino qiluvchidir, ohirdir. Yani zanidir deydi. Çünkü nimishqa? Çünkü odamniki o'zi mana bütün vücudu, bütün hizmet, hamma narsaniki o'zi ma odamniki mulki. Unda o'niki men xotin olaman deb bani ruxsat o'chani o'zida xotin olgan bo'lsa, o'chani o'zida odamniki mana manfaatiga mulki daxli ta'arruz qilgan bo'ladi. Bu nima emas, xalqniki mulkiga daxli ta'arruz qilishniki o'zi uchun durust emas. Shuning uchun bu nikah nima? O batil. U nikahni darhol ajrashtiryapmiz. Bu bo'lmaydi deydi. Men bu hadisni İmam Tirmizi, Abu Davud, Darimi rivoyat qildi. 3-fasl. Ibn Abbas roziyallohu anhu rivoyat qilishlar dedi Ibn Abbas. Jazman bir qiz bola. Jariyami qiz bola, bikrimi qiz bola, yani bu bikrin akrish ta'kid. Jariyiniki ba'zi vaqtda o'zida xizmatchi ayol degan, yani qul ayol degan gap ishlatildi, yani bikran degani qiz bola degan gap. Yani qiz bola kelgan edi, bu qiz bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qo'shib kelgan edi. Pes dedi bu qiz bola shuniki jazman bu qiz bolaning otasi, men agvadi bu otasi bu qiz bolani va'loku sat ko'rishdir. Sat ko'rgan bir odamga buning otasi men agbiryapti ya Rasululloh deb payg'ambar qilishga shikoyat qilibdi. Shikoyat qilgandagi shunga payg'ambar bu qiz bolaga xiyonat berdi. Xiyonat berdiki, unda bo'lsa siz ma'qul demsiz, qandoq deysiz? Dedi. Agar men mushunda bir ish men ota-onasi olgan adam o qizal unmusun unmay sat ko'rgan ishlar bir yigitga opirib yaqtab unmusun opirib majburlab malni satqandek ya pul oldim deb ashunda qilgan bo'lsa buningki nikosi islom dinimizda ma'qul. Agar shu qizning o'zi uningdiki ma'qul degan bo'lsa bo'ldi, bo'lmayman degan bo'lsa nikoh bo'lmaydi. Abi Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qildi, dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mena ammaydu ayol ayolni. Erkişi bulmaydı. Mene ergülemaydı ya ki ayol kişinin. Ve ayol kişi öz nefsinin nimbenmeydi o erkişi beramaydı. Dedi. Yani demek
ayol kishi bir ayol kishiga egidorchilik qilib velilik sharoitichi bo'lmaydi. Bu endi. Veli kim bo'ladi? Er, aql, baliq, varis bo'lgan odamchi bo'ladi. Veyna ayol kishi o'z nafsini egara olmaydi. O'z nafsini egara olmay, aş veliniki ruhsati bilan undaki nim qila oladi, egchi bera oladi. O'chanizda veli odam nikohning ishiga o'z egotchilik qilib, bundaq qilib qila oladi. Ammo bu velining ruhsizlar, uqmasdilla, buni pushqaqda uyab apirib nikoh qilgan unda ishchi qila olmaydi, bu durust emas. Cazmen zani, o zani degan kimdir? Anda bir ayoldirki, o o'z nafsini ikkinchi bir odamga berganlik. Zani shu endi zinaxor pashvozlashdan qildigan-da, pashvozlarni. Bu ikisi oturup farq. Mana İslam yani nikah şekilde bo'lgan o'ziniki velisiniki ruxsati bilan, tuqqanlarning maslahati bilan, mana ular egi chiqish bilan andakichi bo'ladi. Mazanichi uni tuqqan hech qanday bir odam xabari yo'q, apirib 20 koy, 30 koy manchi pulga apirib manchi soat yani deydi o. Bu zani. İkisi oturup farq men mushundaqchi bo'ldi. Agar ashda bo'lib qolgan bo'lsa, zina qonniki hukmini ep qoladi o deydi endi. Ebu Said ibn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılın dedi o şikayden. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ademi ki o adam için bir balı tuğulsa, kız olsun, meyli oğul olsun bir balı tuğulgan bolsa, çıraylık kısın, o adam şu balındaki ismini ve edep ahlakını. İsmini çıraylık ismini koysun. Ve o balındaki özünü edep ahlak terbiyeleş cihetten çıraylığını kısın. Balam to'g'di, men san jiqos bo'laverdi demay. Tug'ilgandan keyin uningki bir omonat bo'lgandan keyin Alloh u balani bergan. Buniki axloqini, ta'lim tarbiyasini, men ong saviyasidagi o'zini hammani biladigan shu jamiyatga loyiq, ham shu jamiyatda yuqori darajada turgan bir ong saviyaga yetishtirish, yakuz jihatdan nima qilsin, unga chiroyli ishlarni qilsin. O'qisin, mana nima imkon bo'lsa manfaatlik, mana oldidan iman, İslam öğrensin, onu qaysi iş, menen muvaffaq, onun için nima qilsin, ilm tahsil qilib, mushtaşligini çok qilsin. Qachonki bu bala endi balog'at yetibdi. Balog'at yetgandan keyin u odamning o'zi bu balani mena o'ylab qo'ysin. Agar balog'at yetib o bala, u velisi bo'lgan odamning o'zi u balani mena o'ylab qo'ymagan bo'lsa, uningdagi bu bala bir gunoh yetibdi. Bana yetkendiği ki balağat yettiğim gap, ben endi xotini alsam alalayman, ben erkeksem tegalayman degan bir holat bo'ladi. O qavmi men o'g'ilbolaniki rasmiy mana o men uyquda o'sqanda o'g'illar bir manining chiqishi. Qiz bolaning cho odat kirishi. Odat yoki manining chiqishi odat kirishning bilanla bu rasmiy cho'ng bir ayol, cho'ng bir erkishga aylanadi. Ammo biz kishi deb qarasaqmi o'chaning o'zida men balaga yetgandan keyin o ikkinchi bir tarafni avtomatik holatda bir-birini ishtiho qilishadi. Unda o shu jarayonda agar nikoh qilib qo'ymay, o'changiz bir gunoh ishga yetgan bo'lsa, o'changiz gunohsi shu balaning otasi bo'ladi. Nima uchun? Chunki qiz bola yoki o'g'ilning o'zi shu nikoh qilish imkoni bor turgan salat yetib turgan bu nima qilinmadi, uni qilinmaganligi sababchi u to'sishib qoldi. Shuning uchun gunohchi uni qo'llagan gap. Men ata-onasiniki üstündeki hakkı, balını obdan isim koyuş, obdan okutuş, onundaki balağa etse çaylık bir yerge apırıp, yine ekirip, ya ki bir kızvan ip, ne kaçıyor, koyuşuyor bu. Yani bu hakkı bu, o deydi. Ömür ibn Hattab bu adamda, ya ki balağa yetse, onu öylep koysun diyenin yüzde balağa yetişamanan demez. Balağa yetişti eğer imkan bol şunda qilish kerak. Onun başka bir işleri var yoki imkoni yo'q yoki o'qi ya bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida buniki nimasi bo'ladi o muhim bo'lgandan keyin bu uniki sirtida. Ömür ibn Hattab Anas bin Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Peygamber Tevratda bunda deb bor. Tevratda yozchilik yozib bordir. Bir odamiki yassa shu odamning qizi 12 yosh yassa, o kızınki üzerine inan 12 yaşga yetken vaqt özüde meni ergengen bolsa, o kız bir günahını işlep kalgan bolsa, men şununki günahı şu atısı oldu dep Tevrat'ta müştahçı depço ba dedi. Men bu işkelse İmam Behyaki şu an bir imanda demek kan rivayet çok kan. Yani demek
Mana bu hadisga asosan qiz bolaning o'zi 13 yosh kirgan vaqtning o'zida balog'at uchun yetidi degan gap. Endi bu bir nima u rivoyat. Bu İmam Bayhaqi Şuabil İman degan kitobida bor, ham bu Tavratda debdi. Bu hadisdagi sanati qandoq? Buniki muhaddis olimlar o'zi nima qildi. Ya'ni demak 12 yosh kirgan vaqtning o'zida, ya'ni ko'p vaqtning o'zida bu qiz bolalar balog'at yetidi. Yosh shart yo'q. Balog'at yetishniki yosh muayyan o'lcham yo'q islom dinimizda. Yani aviyatın deganimizda shu ishli bo'lsa, mayli 9 yoshda bo'lsin, mayli 11 yosh olsun ya 14-15 yosh olsun, bu şu qiz bolaniki shu yashayotgan muhit, shu oila, shu yemak ichmak, shu yerga bog'liq bo'ladi. Ba'zi rayonlarniki qiz o'g'illari baldırlar balog'at yetib ketadi. Ba'zi rayonlarning unday emas, ba'zi oilalarning sal baldir, ba'zi oilalarning sal tovan. Mujda bo'ldi bu yani muhit qarab o'zgaradi. Qachon yemak ichmak muhiti obdan bo'lsa, istiqbal vaqt. Bundan yerdagi insonlarniki balog'at yetishi bir qadar nima bo'ladi? Baldır oldu. Hem bununki balog'at yetgandan keyin bununki yani erkeklik yani erkek nemisi bir kadar canlıq oldu. Ama soğuk mında bir yerde kişilerinki balog'at ishi sal tovan bo'ladi. Hem onunki sal bir kadar sus oldu. Yani erkeklik nemisi yani canlıq unda olmay. Yani bu. Hem Peygamber sallallahu ben 6 yaşında Ayşe'nin epti 9 yaşında doğul kıptı yani bir yer kipto degan gapning o'zi bu İslam düşmanlarınınki bulup mu muşu yetisine asas kıptım kılıdı. Adı qarab bakaydı. Ya 8 yaş kirip bir kız balının özü ya 9 yaş ya 10 yaş kirar kirmey turib muşunda bir işlerini tuğup koygan ahvallarını şu anlamatımız. Onun karta hiç kim bir narsa demeydendi. Hem de yeni birisiga bu 1400 yılındaki aldıdaki insanlarındaki beden kuruluşu, onunki sağlamlığı, yani hazırki insanlığa kıyas kılınmaydı. Uçan özde yemek içmek acayip tabii. Uçan özde çoğuğa adam beden sağlam, yani hava issiq. Anda oğanınki bir kız balının özü. 7-8 yaş, 9 yaş, 10 yaşta otomatik halatda hazır kız balınınki 16-17 yaşlık halat gelişi mümkün. Mene hemmimiz ihra. Hazırki davrınki özü de mene terakki qilib ketib, yemek içmenin hemmisi hoş oluşup adamın hemmisi kişilep bazı bağın kişilep git bardı. Hemmin yaş tövellep git bardı, hemmisi ihra. Unda oğanikin aş vaktin özü de şu 9 yaş, 10 yaş etrafındaki aşta kız ballarınki özü hazırki davrındaki 15, 16, 17 yaşındaki etrafındaki muşundak aletli buluşçu mümkün. Endi bu İslam dininin düşmanları qanday bir gapni tapaysa bir gapni şu tapa demdi. Düşman olgan ekan u. Va oxirida ana